أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Biz bugün Sadrus Şeria Ubeydullah ibn Mes'ud rahimahullah yazgan Tenqihul Usul fi ilmul usul diyen kitapның xas bölümüge geldik. Hem biz dersini başlaştım burun adetimizdek ilgili derslerden kısaca bir tekrar süpütüde tekrar büteyli. Musannif rahimahullah bu kitabını ben çoğun cihetten iki kısmını böldüm degen. İki kısmını böldüm. Birinci kısmını şer'i deliller hakkında, ikinci kısmını şer'i hükümler hakkında degen. Onun keyin ben birinci kısmını 4 ruknuga böldüm. Birinci ruknu kitap hakkında, ikinci ruknu sünnet hakkında, üçüncü ruknu icma hakkında, dördüncü ruknu kıyas hakkında degen. Ondan keyin kitap hakkında bo'lgan birinci ruknuga kelip birinci ruknu kitap hakkında bo'lgan birinci ruknuni men ikki babga böldüm. İkki babga bölüp birinci babni bu kitapның ma'ni ifodalashi haqida, ikkinchi babni bu kitapның shar'iy hukmni ifodalashi haqida deb ikkiga bo'ldim degan. Ikkiga bo'lib, birinchi babni so'zlab, birinchi bab ma'niga dalolat qilish jihatda 4 taqsimga bo'linadi. 4 taqsimga bo'linadi deb har bir taqsimdan 4 ta ma'noni chiqarib 20 qismga bo'lgan edik. 20 qismni chiqargan edik. Ya'ni ma'nini bir lafzining ma'niga qo'yilishi itibarı 4. Ondan keyin lafzining bu ma'nida ishlatilish itibarı bilan 4, 8. Ondan keyin bu lafzidan bu ma'nining chiqishi yoki chiqmasligi uning martabalari bo'lib, bunda 8 bo'lgan. 16 ta. Ondan keyin bu lafzining ma'niga qanday dalolat qilishi deb qancha 20 ga bo'lgan edik. 20 ga bo'lgan edik. 20 ga bo'lib, ondan keyin biz birinchi taqsimga kelib, birinchi taqsimni hem de şu yukarıdakilerin her birine mesela birincisini am, xas bir lafzının ma'niga qo'yilishi deganni turtki bilib, uni biz xas, am, mushtarak muavval deb turtki bo'lgan. Undan keyin u lafzidan ma'nilarga ishlatish, u lafzining ma'niga ishlatilishi deganda haqiqa, majaz, sarih kinoya deb turtki bo'lgan. 8 bo'lgan. Undan keyin u lafzidan ma'ni oshkor bo'lishi yoki maxfiy bo'lishi deganda zahir, nas, mufassar, muhkam deb turtki bilib, unkin maxfiy bo'lganligini turtki bilib, uni bo'lsa xafi, mushkal, mujmal, mutashabih deb turtki bilgan. Buni bilan 16 bo'lgan. Andan keyin oxirdagi shu lafziniki shu ma'nilarga qanday dalolat qilishini so'zlab, iboratun nas, isharatun nas, dalolatun nas, iqtidoun nas deb turtki bilib 20 bo'lgan, shundaymi? Biz birinchi qismni oldingi darsimizda birinchi qismni so'zlab, birinchi taqsimni yani xos, am, mushtarak, muavval deganni tushuntirib so'zlab o'tgan edi. Endi tafsiliy bayoniga keldi. Bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz tafsiliy bayon, ya'ni birinchi qism xos, Endi birinchi taqsimning birinchi bölümü xos. Faslul xos deydi Musannif rahimahullah. Ya'ni xos bölümü. Bütün içindeki xas. Musannif rahimahullah deydi. El xasu min haythu huwa xasun yujibul hukma qat'an. Musannif rahimahullah deydi. Xas. U xasniki xaslık cihettin elip aytganda deydi. Xaslık cihettin elip aytganda hükümni qat'iy vacib qiladi. Hükümni qat'iy vacib qiladi. Endi buni degan gap. Dese bunu şöyle desek, Musannif rahimahullah xas, onun xaslık tarafından elip aytganda, xaslık cihetten elip aytganda deyişinin sebebi, yani çünkü xas degen mu? Xas degen bir sözün hakiki manası degen gap. Bir sözündeki xas mesela Zeyd desek, adın Zeyd degen şu sözündeki Zeyd'deki hakiki manası Zeyd şu. Yani bir sözün hakiki manası degen gap, ha? Bir isimnin hakiki manası degen gap. Mesela biz Esed desek, Esed degan gapning Esed degan isim bir yirtqich hayvon, yoyilari va qo'rqinchli bir yirtqich hayvonni qo'yilgan bir isim. Shu Esed shir degan gap
Aşu hayvanın üzüge koyulan hakikat. Şu hakikat. Lekin bazı çağda bu Esed diyen isim git o. Lekin bu mani işletilmey başka mani işletilip kaldı. Mesela Ra'aytu eseden yermi dep kep kalsa. Ben bir şırnın ok etuvatkallıqını köydüm diyen kep kalsa. Bu çağda biz şır dep mani edemiyoruz. Ben bu şırdek batır edem. Batır cesaretlik bir adamın bir çavandazının ok etuvatkallıqını köydüm de mani etimiz vaxtıda. Nemişka degende yermi degen bir karinatu sarife. Yani bunu asli hakiki manisini biz etkili koymay tuzap turvatkan bir gap bağmaydı. Yermi degen. Çünkü şir degen ok atanmaydı. Hayvan degen ok atanmaydı o. Ok degenin insan atıdı. Demek bu miyadiki demek çoğunu hakiki manisi emesken bu mecazi manisken degen gap çıktı. Hem de demiş ki burada sözlüden anılsan lan. Yani Musannif rahimahullah deydi. Ben ma has miyadiki has degenem haslık cihetini edip ettim deydi. Yani ben şir degenin üzüge haslaştırır. Şu məni itilğə vaxtıda şir degen ben şir desem, əsəd desem, əsəd hayvan fılğa vaxtıdır ki, ma halətini de getirdim ben. Anda ma şir desem, batır çavandaz degen mecaz manası yetkəli vaxtı halətini demedim. Uçaqda hükümde eğer de mecaz has, eğer mecaz ölüp mecaza vaxtıda nima qat'iy hüküm vacip olmaydı uçaqda. Uçaqda delili qat'iy olmaydı, delili zanni bo'lib qoldi. Uçaqda farz vacip hüküm çıkmaydı uçaqda. Anda xasın yani mecazga o'lgan qasdin. Ben hakikattaki hasın gebini davatım ben. Deydu Musa İbrahimullah'ın baksın şu miyadiki. Min haythu huve khas diyen yani. Huve khas diyen. Min haythu huve. Yani hasındaki hakiki mahiyeti. Hakikati taraftan demek için. Hasını hakikati taraftan. Anda hasının mecaz tarafından emez. Mecazı ölgen has. Yucibu yani hükümünü kat'i keskinlik bilen vacip hüküm çıkarmaydı. Payda vermeydi. Farz hüküm payda vermeydi. Uçakta zanni olab qaldı. Delili qat'i olmaydı demekçi. Hem fa fi qawlihi ta'ala hem de Musannif rahimahullah düşündü bolğandıkın bunu bizge ne dep berdi. Fa fi qawlihi ta'ala. Yani hem gepini tefsiri bayan qılıb çıxdı hem de. Bu men demek çok gepni tefsirat yani fa harf fa deyir ki tefsir üçün yani. Bu gepin tefsiratı şuna edirsiniz men yuqarqı mesellarını keltirib biley demekçimde. Fa fi qawlihi ta'ala hem de biz yuqarqı degende anda bolğanda yani xas hükümni qat'i vacip qıldı degen bunda degen gepimiz bunda bola olsa Allah Teala'nın kavli de salasete quru diyen kavli. Allah Teala'nın ki salasete quru diyen kavli. Yani bu salasete quru degen yani Allah Teala'nın Sure Bakara'da ki Euzu billahi mineşşeytanirracim vel mutallaqatu yetterabbasna bi enfusihinne salasete quru. Yani talak kılıngan ayallar özlerini sak 3 heyiz müddette saklap durdu diyen yani ergi tegmey durdu. 3 heyiz köp bolğandykydan iddeti çıkıdı. Ayallarınki iddeti meselesi de Allah Teala bu şayın söz degen. Hem de müşahidiki Musa İbrahimullah'ın demek çoğunu Allah Teala'nın salasete quru bizge şahit olmak çoğan söz yani salasete quru degen söz. Müşahidik Allah Teala'nın salasete quru degen sözü de la yuhmalul qur'u alat tuhur. Yani qur' biyadiki qur' degen söz, qur' degen lafzi alat tuhur. Yani tuhur degen ma'niga işletilmeydi. La yuhmal biyadiki işletilmeydi ma'nitimiz. Yani qur' degen söz, tuhur degen ma'niga işletilmeydi. Endi qur' degen gap nima gap desam, qur' degen gap hayız yani iştirak lafzi yani bu iştirak köp ma'nilik söz söylep o'tgan müşterek degende. Köp ma'nilik söz. Hayız degan ma'nisi mi bor? Hayızning pak bo'lish degan ma'nisi mi bor? Endi ikki ma'nisi bor. Bu yerda buni biz qur' degan so'zni pak bo'lish, hayızning pak bo'lish degan ishlatmaymiz, balki hayız ishlatamiz. Hayız ishlatamiz deydi Musannif rahimahullah. Yani nima uchun isni tuvanda so'zlab berdi bizga. Va illa dedim. Agar Amda nimişqa hayız ma'nisi ishlatamiz deganda agar biz hayız ma'nisi ishlatmaganimizda deydi. Va illa degan. Biz hayız ma'nisi ishlatmaganimizda fa in ihtasabat tuhra allazi talaqa fihi. Yani agar aşu er kishi o'zining ayolini talaq qilgan paklik hisoblansa andın Fein uhtusiba at-tuhru allazi talaqa fi degan er kishi o'zining ayolini talaq qilgan paklik hisobga ilinsa bu vaqtida yejibu tohrani va ba'd degan
ikki poklik ve bir kısım poklik. İkki poklik ve poklikning bir qismi vacib bo'ladi. Bir qismi iddat tutish vacib bo'ladi bunday suratda. Ve illem yuhtasab tejibu salasetun ve ba'd. Agar er kishi o'zining ayolini taloq qilgan poklik hisobga elinmasa 3 poklik ve bir qismi vacib bo'ladi. Endi bu nima degan gap? Buni tushuntirishni birdan tushuntirib o'taylik. Ya'ni Musannif rahimahulloh deydi, biz Hanafilar bu yerdagi quru deganlar, quruniki quru degan ko'p, jami, ya'ni ko'plik shakl. Quru degan mufrat, ya'ni birlik shakl. Quru birlik, quru ko'plik. Xo'sh, quru deganda biz nimaga hayiz degan ma'noga ishlatamiz? Poklik degan ma'noga ishlatmaymiz. Agarda biz poklik degan ma'noga ishlatsak, ya'ni kim Shofiiylar, Imom Shofiiy rahimahulloh ishlatgandek biz bu yerdagi qur'ni poklikqa ayol kishining iddati 3 qadam pok o'zi iddati chiqadigan ma'noga biz ishlatib qolsak, bunda ahvolda kelib chiqadi deydi. Agar biz shu er kishi o'zining ayolini taloq qilgan poklikni poklik deb hisob qilsak, bu yerda 2,5 deb qo'yamiz. 2ning bir qismi 2 va bir qismi, ya'ni 2,5 poklik vojib bo'ldi degan gap. 2,5 poklik vojib bo'ldi degan gap, ham Alloh taolo 3 tane quru desa, biz men 2,5 degan gap ishlasak bo'lmaydi. Nima ish 2,5 poklik vojib bo'ldi desanglar, buniki masalan to'liq 3 tane quru tutish kerak biz bu yerda. Chunki salasatun degan Alloh taolaniki, salasatun degan so'zi xos. Bir muncha sonning ichidan 3 degan gapni Alloh taolo ayrim qilganlik uchun 3,5 emas, 2,5 emas, 3. 3 degan gap chuqur bu yerda ro'yobga chiqishi kerak. 3 degan gapni ro'yobga chiqarishimiz uchun bu yerda o ayol kishiniki taloq qilingan poklikqa hisobga ilinsa, bu poklik to'liq emas. Chunki ayol kishi kasallab qolgan, bu pok bo'lganaman, ayol kishi qin to'xtaganaman, ayol kishi qalab bo'lmaydi ayol kishiniki. Ammo qin to'xtamadan hozir taloq qilay deb. Shu ayol kishi pok bo'lgandan keyin bir sekund o'tsin vaqt o'tdi, pok bo'lgandan keyin bir sekund o'tsin vaqt o'tdi, shu er kishiniki nikohida turib. Uni keyin bu er kishi o ayolning so'zini bersa, bu chaqda shu poklikning bir to'liq bir poklik emas, poklikning bir qismini so'zini bergan bo'ldi. Mana birinchi poklik yerim qo'yinib qoldi degan gap. 99% bo'lsa-mu, yana 100% bo'lmaydi degan gap. Ikki poklik bo'ldimi? Shuning bilan ikki poklik va uchinchi, ya'ni bir poklik bo'lsa, ya'ni taloq qilingan poklik, ya'ni ya 99%, ya 80%, ya 50% degan gap. Ya poklikni o'tirib taloq qildimi? Demak, mal suratda biz Alloh taolaning 3 degan ma'vu so'ziga biz amal qilmagan bo'lamiz. Endi agarda anda lazım o poklik yerim bo'lsa, buni biz hisob qilmaymiz. O yeni bir poklik tutsin. 3 ayol 3 qadam poklik bo'lgandan keyin erkak shuni desak, u chaqda ma'vu poklikning yerimi var yemedi. Bir qismi var, meyda bir qismi var. Ma bir qismi bilan 3 yerim bo'lib qoldi. Ya'ni 3 degan gap bo'lmay qoldi. Endi qanday qilish kerak ekan desa, buning andadi bu suratda biz nima qilsak ekan? Bu surat bunda suratda qolgan chaqda biz darhol bu poklikni to'g'ri degan, quru degan so'z mushtarak gapgan bu, ko'p ma'nolik so'zkan. Buniki nimaga ma'nosi ekan? Poklik degan ma'nosini berkan, hayiz degan ma'nosini berkan. Biz hayiz degan ma'nosiga ishlatiladi. Bu yerdagi quru degan so'zni hayiz degan ma'noga ishlatiladi. Bunda desak uchoqda sap 300 gradlikdan ayolkishi. Endi 300 gradlikdan. Nima shu 300 gradlikdan? Bir odam ko'p anda desanglar, bir ayol kishi qanday 300 gradlikda? Bir ayol kishini navada iri heyizlar vaqtida taloq qilyapsa, umuman shu heyizning bir qismi taloq qilingan bo'ldi. O'xshash gap bo'ldi. Poklikda taloq qilgan o'xshash gap bo'ldi desa, uning berilgan javob heyizlar vaqtida taloq qilgan taloq bu bid'at taloq o'di. Bu heyizlar vaqtida tushmaydi. U taloq heyizlar vaqtida tushmay, balki muallaq qilib esib turib, u ayol pok bo'lganda tushdi. U ayol pok bo'lgan vaqtida tushdi. Demak, heyizlar vaqtida qilingan taloq pok bo'lganda tushdi degan gap. Bu mush heyizning o'zi o erniki, o ayol şu erning nikohida. Şu erning nikohida turib lekin iddat tutmaydi. Demak, bu heyz hisobga ilinmaydi. Demak, o ayol pok bo'lgan hamon shu heyzning pok bo'lgan hamon uni taloqqa tushdi. Onundan keyin o ayol heyz ko'rsa, heyz birinchi pok qilib hisoblanadi. Demak, bu yerda 3 tane heyz kamil to'liq 3 heyz tutalaydi. Alloh taolaning shu salasa degan shu bir so'zi xos bo'lganlik uchun bir ming sonning ichidan 3 degan gapni ro'yobga chiqarish uchun 3 quru degan gapni ro'yobga chiqarish uchun biz mushtarak bo'lgan quru degan lafziniki nimasini hayiz degan so'zni tanlab buni muavval qildik. Mana bu yerdagi bizningki so'zmoqchi bo'lganimiz shu deydi. Endi
Musannif rahimahullah deydi. Ala enne ba'da tuhri leysa bi tuhr. Ala degan gap, ala degan uni ustiga bizniki Uyg'urchada uni ustiga deb gap. Ya'ni bir gapni bir dalilni bir dalil sababni ko'rsatib, yeni bir sabab, unda yeni bir sabab bor degan chog'da ala anta uni ustiga ma'munda dedim, uni ustiga yeni bunda bir gap bor degani bu demakchi. Musannif rahimahullah deydi. Yani quru degan lafzi poklikqa ishlatilmaydi. Bunda sababdan. Ve yeni sabab degan ala anna degan shuningga binoan ishlatilmaydi yana. Quru degan lafzi poklik degan ma'noda ishlatilmaydi. Shuningga binoan ishlatilmaydiki, ba'du tuhri laysa bi tuhr degan poklikniki bir qismi degan poklik hisoblanmaydi. Butun komil bir poklik hisoblanmaydi. Endi bu nima qanday deysiz? Qanday olib bir adam desemdi, bunun bir suala Şafii'nin bir suhbat. Acaba siz bir ikki yarim poklik qilib, uch yarim poklik qilib ketdingiz. Imom Şafii poklik deb qilibdi. Ikki yarim bo'lmaydi. Desabdiki shu talaq qilingan poklik bir poklik hisoblanadi. Poklikning bir qismi komil bir poklik hisoblanadi. Nani topdingiz siz u poklikning bir qismi poklik olmaydi degan gapingizni deb savol so'rabsiz. Buning berilgan javob nima? Inna ba'da tuhri laysa bi tuhrin ve illa lakana thalithu kezalik. Bu cevap mı o? Yani poklikniki bir qism poklik degan komil bir poklik hisoblanmaydi. Nimish agar biz bir qism poklikni komil bir poklik deb hisoblab qo'ysak bu chog'da lakana thalith degan uchinchi poklikmi o'xshash, birinchisi o'xshash, ikkinchisimi o'xshash, uchinchi poklik o'xshash bo'lib qoldi degan gap. Ya'ni uchinchi poklik degan birinchi poklik degan ayol kishiniki taloq bo'lgan poklik. Andada uchinchi poklik degan ayol bir qadın pok bo'ldi, hech ko'rdi, ikkinchi qadın pok bo'ldi, hech ko'rdi, uchinchi qadın pok bo'lib bir saat yani poklik degan bir poklikning bir qismi degan ham eng azda bir saat yani bir muddat pok bo'lib bir saat o'tsa, pok bo'ldi deb olsak, siz degandek ayol kishi uchinchi qadın pok bo'lib bir saat o'tgandan keyin ammo poklikning bir qismi butun komil poklik hisoblanadi deb aytsak bo'laydi. U masalan bir ayol 15 kun pok bo'ldi desak, 15 kun o'tkazib o'tmay, pok bir saat pok bo'lgandan keyin aytsak bo'laydi. Komil bir pok o'tkazib o'timisin bu gapga hammadan to'rt mazhab hammasi qarshi bu gapga. Bu gapning xatoligiga to'rt mazhab hammasi qarshi. Demek poklikning bir qismini bo'lmaydi, poklik hisoblanmaydi, komil poklik hisoblanmaydi. Shuning uchun biz bu bir kim deb so'rasa, poklik shuni ikki poklikni tutib, yarim poklik tutib, beshtiki yarim bo'lsa hisob bo'laydi desa, unda bir hisob bo'lmaydi. Yarim poklik, bir qism poklik butun komil poklik hisoblanmaydi deganimizning dalili shu deydi Musannif rahimahullah. Musannif rahimahullah ikkinchi dalilni hamda nimaga xosqa ikkinchi misolni keltirib bizga texma xos degan gapni tushuntirish uchun Qur'oni Karim kitobini ushlab o'tdiki va qawluhu ta'ala hamda Alloh taolaning yana bir oyati fa in tallaqaha fala tahillu lah. Yani Allah Sure Baqaraning oyati bu. Sure Baqaradagi oyat fa in tallaqaha fala tahillu lah. فلا تحل له مشاكل سيدنا قدر آيات دوامين فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره آيات دوامين. Yani eğer o kişi o ayalını talak kılsa o ayal kişi o kişiye ta başka bir erkek temizliğine kadar halal bulmaydı diyen ayet hem de. Bu ayet kerim olsa Sure Baqaradagi shu taloq oyati haqida kelgan shu yuqoridagi oyatning keyin kelgan oyatlar masalan at-talaqu marratan degan oyatniki keyingi oyat ma. At-talaqu marratan degan oyatniki keyingi oyat ma. Endi shuni tushuntirib o'tdim. Mishadagi fa in tallaqaha fala tahillu lahu degan Alloh taolaninki. Shu so'zidagi fa harfi fa harfal fa fa in tallaqaha degi fa harfi lafzun xasun bir şey işletilen harf lafzun xas. Bu bir xas lafzi. Biz yuqoridagi so'zlab bizningki hozir mavzumuz bo'lgan xas, shu xas shu. Xas lafzidir li taqib. Nimaga xas desa? Taqibga xas. Ya'ni harfi kelsa har qanday bir yerda harfi kelsa shu bir ish bo'ldi, uni keyin bu ish bo'ldi deb aytishganda shu ishga ishdan boshqa ish yo'q. Bas naydi tez oqib bo'lganini bildirgan bir harf bu. Fa harfi degan mushu ma'noda ham deb buni ma'nosi mushu ma'noda fa harfi ta'qib uchun xos degan gap ta'qibga haqiqiy. Fa'ning haqiqiy ma'nosi nima? Masalan nahviy kitoblarda ja'a zaydun fa amrun desa Zayd kiribla amr keldi. Zaydning orqasida amr keldi degan bu fa'ning ma'nosi deydi. Undan keyin fa'ning boshqa ma'nolari bor. Bir odam savol so'rash kerak. Fa'ning boshqa ma'nolari bor. Fa'i tafri', fa'i tafsil, fa'i ta'lil degan ma'nolari bor. Bunu nima deysiz? Anda bu ma'nosi
bu ma'nolar 5 ta so'zlab o'tib biz. Xosniki, xos bo'lgani 5 ta deganda biz pa'ning haqiqiy, ya'ni xosning haqiqiy ma'nosi, xosning haqiqiy tarafidan, haqiqiy jihatini deb aytganda xos qat'iy hukmni vojib dedik. Ya'ni xosniki majoz ma'nosi kelib qolgan chog'ida u nima hukmni qilmaydi? Majoz ma'nosiga yuklangan vaqtida o chaqda qat'iy hukmni vojib qilmaydi, vojiblikni ifodalamaydi. Endi bizda bunda bir qoida o'quvchilar. Bizdagi qoida bo'lsa, agarda bir so'zniki haqiqat ma'nosini borkan, majoz ma'nosini borkan bo'lsa, agarda bir so'zni haqiqat ma'nosini ishlatishdan to'sadigan bir qarinatni sarifa mavjud bo'lmagan ahvol ostida so'zni majoz ma'nosida o'tkazib bo'lmaydi. Bu halol emas. Cho'qim haqiqiy ma'nosini ishlatgan gap. Haqiqiy ma'nosini ishlatishga mumkin bo'lmasa, uni ishlasak ma'na buzilib ketgan ahvol yuz bergan chaqda andin majoz ma'no o'tkazgan gap. Endi miyadagi fa harfini biz oyatdagi fa harfini biz nima ta'qib uchun ishlatamiz miyada. Andin boshqa ma'no fa'ning boshqa majoz ma'nolari bo'lgan bilan fa'ni ta'qib uchun ishlatamiz. Demak, haqiqiy ma'nosi ta'qib bo'lsa, bu ta'qibni qapqab bilak ma'noga yetkazib olmaydi. Endi buning tafsiloti tuvandigicha. Musannif rahimahulloh deydi: "Vaqad aqqabat talaqa al-iftida" deydi. Musannif rahimahulloh. Alloh taolo talaqni aytgan fa in talaqaha fala tahillu degan oyatni al-iftida degan fidyadin keyin keltirdi. Mana ilgari oyatda at-talaq marratan talaq degan 2 qitim bo'ladi. Undan keyin yo chiroyliqcha saqlab qolish ayolini yoki chiroyliqcha qo'yib o'tish deb kelib Alloh taolo şu oyatın keyingi davomida şu oyatın bir qismida nima deydi? Ayol kishi, ayol bir yaxshi Alloh taolaning hajjiyorini ijro qilib, yaxshi o'y tutmaslikdan qo'rqsa, o'y tutolmay qolishdan ansirab qolsa, ondan ayol kishi nima qilsa, oyatda to'yloq bergan to'yloqlarini elvamana deb bilib, Alloh taolo ayol kishiga bergan to'yloqlarini elvamana deb bilib, undan keyin ayol kishi endi er kishi chiqisholmay, shuni ayol kishi men endi to'yloqimni olsun qanday pul olsun deb er kishiga pul berib turib, men ayol kishini so'zimni olayim, men ajrashib ketdi degan niyatni qilgan bo'lsa, ayla shunda chaqda ayol kishiniki bergan to'yliqini bersa, nimasi bersa ayol kishining bergan pulni olsanglar, sizga gunoh bo'lmaydi degan bir so'zni Alloh taolo bayon qilib, bu oyat bayon qilib, ba'da ayol kishiniki xul'i taloq deb, ya'ni xul'i taloq deb atadi, fiqhda taloq degan nima taloqni Alloh taolo bayon qilgan. Taloq degan 2 qitim bo'ldi, ya'ni yang'il o'tgan taloq, ayol kishi bilan ya'ni bulash qilayotgan taloq 2 qitim bo'ldi deb kelib, undan nima bu xul'i taloqni Alloh taolo hukmini bayon qilgan deydi. Fa illam yaqay taloq ham demaga. Fa illam yaqay talaqu ba'da al-khul'i, agar xul'idan keyin, ya'ni ibtidoiy ayol kishiniki pul bir ayol kishi pul berib turib sizni olgan taloq degan xul'i taloq deb ataladi. Agar xul'idan keyin, ya'ni o'shanda xul'i taloqdan keyin taloq tushmasa, kama huwa mazhabu Shafi'i. Shafi'i rahimahullohning mazhabi degan Shafi'i rahimahulloh deydi. Shafi'i rahimahulloh xul'i degan taloq hisoblanmaydi. Xul'i degan bu fasx, nikahni biz yani ayirib o'tishlanmas. Bu degan ayol kishiga taloq deb hisoblanmaydi. Taloq tushmaydi xul'i taloq qilgan deb Imom Shafi'i shunday deydi. Endi bu yerda Hanafi mazhabidagi ulamolar shuni dalil keltirib turib deydiki, agar xul'i taloq hisoblanmasa, bu yerdagi mujibul xas, ya'ni xasniki, bu yerdagi fa harfini xas dedik-ku. Mushu fa harfini iborat xasning mujibisi degan, ya'ni ta'qib degan hukm, uniki vojib qilgan ta'qib degan hukmi nima bo'lib ketadi? Ya'ni orqadan keltirish degan hukmi botil bo'lib ketadi. Endi buni texnik tafsilga tushuntirib Musannif rahimahulloh deydi. Tahqiquhu annahu ta'ala zakara talaqal muaqqiba lirraj'ati marratayn. Ya'ni bu gapimizdagi tahlili, ya'ni yashmasi shuki, Alloh taolo yang'ilib o'tgan taloqni 2 qitim deb tilga oldi. Yang'ilib o'tgan at-talaqu marratan deb, yang'ilib o'tgan taloqni 2 qitim deb tilga oldi. Ondan keyin ayol kishiniki fidya berishini tilga oldi. Fi maftadat bihi degan ayol kishining fidya berishini tilga oldi. Endi va fi takhsisi fi'liha huna taqriru fi'li zawji ala ma sabaq. Yani ayol kishiniki ma'da ayol kishi o'zi uchun fidya bersa, yani biz Alloh taolaning hajjigorini ijro qilolmaymiz, yaxshi o'tolmaymiz deb qo'rqib, ular ojizga deb ayol kishi pul bersa,
Onun günah yok. Sizlik bu işte günah yok dep Allah Teala bunda digerlikinin üze deydi o. Ayal kişinin işini ve taksi has keltirip ayal kişi fidiye verse dep keltirişi erinin peklini karar aldırış. Yani erinin pekliyen kalsa erinin kıtkaşı diyen söz. Talak yani. Talak diyen erinin mülkü, erniki igidaçılığı. Erinin igidaçılığı talak ne? Ayal kişi fidye bir pul bir idin kutluğuyla acif ketkili pul verse ayal kişinin hakkı da muşum icra boğan butu. Yani ayal kişime süzünü üzü alalıgan butu. Allah Teala ayal kişinin ikisi günah yok degenin üzü has ayal kişinin keltirgeni er kişinin talak degen şey meyadi mi? Şutu ayal kişinin pul bir şey er kişinin el işlen bir şeyge ay talak degen gep çüştü degen de bildirdi o. Yani İmam Şafii gayretem daha busu. Onun kendinden fakat beyyene nev'ihi. Şunu Allah Teala talakniki iki türünü bayan kıldı bir yerde. Talak degen at-talak maratan yangılı otgan talak iki kıtım bu doğru degen. Yangılı bulgan talak iki kıtım. Yani er kişi ayalın iki kıtım talak kısa yanap ayalın buluşalaydı. İkinci kıtım talak boğan deken ya toktap ayalını talak kılmayı buluşap oturdu ya ki o çaylaçı ayrılıp gitti da. Çaylaçı ayrılıp gitti da. Depalap onun kendine muşu talak, yangıl otgan talak iki xil. Birisi mal olan butu. Yani birisi malsız butu, birisi mal olan butu. Malsız boğuna tabii talak. Yani er kişi ayağını, er kişi pul vermesin ama acı bir talakını vergen talak. Malsız olsun mu iki xatım olsun. Mal olan olsun yani iri ne mi ya? Yani ayalı iri pul verip durmanın üzerine vergen dep ağan söz. Manda talak iki xil butu. Biri mal olan, biri malsız. İki xil talak. Kandalıkın bolsun. Talakniki türü iki xil butu. Muşu iki xil talaktinkin munda iki xil talak iki xitim yüz verse onundan üçüncü talakka yol çıkmaydı. Digen gap bunu manası deydi. Düşündürüp gelip la kema yaqulu Şafii rahimehullah teala. Bu İmam Şafii rahimehullah degendek emas. İmam Şafii rahimehullah dedi innel iftida'a feshun. Yani fidye bölüş ayal kişinin ilgi fidye bölüş diyen bu pesk. Talak emas bu diyen pesk. Bes ayalın arasında ayrı ötüşmez. Bu talak düşmeydi bunun da bu talak hesaplanmaydı o. Deydi o. Fe inne zâlike ziyâdetun alel kitab. Emdi Şafii rahimehullah'ın degendek bu iftida degen bu fesihtir desek bu kitapkı ziyade kalıqlap kaldı. Kur'an-ı Kerim'den demigen hükümde bini Kur'an-ı Kerim'deki ketip ziyade kalmış kitapkı ziyade kalmış degen bu caiz emez tabii ki. Sümme kâle teâlâ andikin Allah Teala deydi fe in tallaqaha. Hoş. Hem bizdeki İmam Şafii'ndeki bunda gepimizge red degeni deliller bu hazırcı. Yani Allah Teala'nın geyninden derslerde yanıqılı butkan talak iki kıtım butu. Kandan. Bu talak degen yaki malsız butu. Er kişi tarafından kılıngan yaki mal ulan yani ayal kişi pul berip kıldırgan şunda ağan talak yaki hulu talak butu. Talak degen ya tabii talak yaki hulu talak iki xil butu. Adi talak yaki adetki talak yaki hulu talak tabi iki xil butu. Emdi fe in tallaqaha yani bu eğer er kişi ayalını fe in tallaqaha diyen gep şunun arkıdlam yani şunun arkıdlam diyen gep şu iki kıtım talak boğandan keyin andan bu talak kanda olsun yani pul bilen boğan hulu talak olsun yaki adetki normal talak olsun kaç talak olsun iki kıtım talak boğandan killa tallaqaha diyen o ayal ne talak kısa şu ayal bilek ergi tekmi göçe aslında halal bulmaydı diyen gep manisi. Dep gelip men nahvi kaidesinden de bitmede. Fa fi ittisalil fa harfinin bi evvelil kelam diyen kelamın evlen et-talaq merratan diyen ilgili ayetke me'edki fa'ne ilgili ayetke atfi kılıp bağlaş. Ve enfisaluhu anil akrab. Bu fa harfiniki ayal kişininki fi mebtedet diyen üzüneki ilgi pidye bilip acip gelse günah olmaydı diyen ma gepteki bağlaştın çöğretip buna alakası yok da ayrı etip et-talaq maratan degan sözge bağlaş bu degan fasadı terkib bu nahv kaidesinde bu bir bozuluş terkibinin bozulup ketişi dep atılıdı deydi. Yani bunda degeni İmam Şafii rahimehullah deydi o. Meğerdeki fe in tallaqaha degan yani fe in tallaqaha degan söz Allah Teala'nın ayeti demek et-talaq maratan degan etbe et-talaq maratan degan etbe yani talak degan yalnız talak iki kadın butu. Eğer üçüncü kadın talak kısa fe in tallaqaha degan gap
Aş iki talaqdan keyin la, aşu iki talaqdan keyin la talaq qilsa, buluşam bilak aytaymi uchun halol olmaydi degan bu buni ma'nosi desa İmam Azam Abu Hanife rahimahulloh deydiki, to'xtang. Deb uni kendi fidya deganni İmam Shafi'i rahimahulloh bu degan jumla mu'tarat. Yani bir yerde kelgan fidya ayol kishining ayol kishiga fidya berib, xuli bo'lishi bu degan jumla mu'tarat. Yani animiga atba emas. Beşteki at-talaq maratan bilan fayn talaqaning orasiga kelgan bir jumla mu'tarat deydi. Lekin Hanafiler bizler deymizki, bir yerdeki fayn talaqa fa degan ta'qib uchun kelgan bir harf. Ta'qibga xos bo'lgan, ta'qibni ifodalaydi. Yani çok haqiqiy ma'nosi fa'ni keyin bilan bo'lish. Demek aylık qilib ki olanmaydi. Yani demek bir yerdeki xul yani ayol kishiniki xul talaq degan gapmi? Yani mushu fayn talaqaning orasida bu shu. Ayol kishi xul talaq degan gapmi? Xul talaq qilib bo'lgandan keyin degan gap deydi. Xul talaq qilib bo'lgandan keyin talaq qilsa degan bu-tu. Xul talaq qilib bo'lgandan keyin talaq qilsa degan bu-tu. Demak buni 5 qapirib atmay, merdagi fa'ni talaqqa at-talaq maratan qapirib atmay fi maqtadat bihi degan ma ayol kishiniki xul talaq akisiz yaqinroq akasimiz ma to'g'ri bu-tu. Chunki fa degan keyin bilan bo'lgan ko'rsatdi. Xil uzoq funmaday aylık balığını göstermeydi. Aylık biraz ekişki bo'lmaydi deydi İmam Azam Abu Hanife rahimahullah. Anda dese İmam Şafii rahimahullah dedi ki, ben anda qilay degan, anda qilay desa, Allah Taala ikki talaqda ikki qatim bu dedi. Onun keynidan ayol kishiniki o'zining haqida fidya berib, tulab qilgan xulini men talaqda bisab qalaysam, ikki bo'lsa, ana xuli 3 bo'lsa, meyad fa in talaqa degan andan talaq qilsa desa bu joyda 4 talaq qilganda andan yo'l chiqmaydi degan gap chiqadi. Undaqsa ma'ni buzib ketadi desa, Hanafilar nima deydi? To'xtang, men bir tushunishmas qilib qapti. Bu yerdagi fa in talaqaha, ya'ni bu yerdagi xuli degan, xuli talaq deganda xuli talaq deganda biz anda siz deganda ikki talaq bilak, ma xuli talaq degan bilak demada emas. U xuli talaq degan bu oyliqni nima deb kelgan bu yerga? Talaqniki ikki turli ekanligini bayon qilish uchun. Talaq degan yang'ilib o'tgan talaq. Yani at-talaq maratan, yani yang'ilib o'tgan talaq ikki qatim bu-tu. Ikki qatimdan keyin ya buluşab qolsiz, ya siz ayolni olib ketasiz. Lekin mushu talaqning o'zi ya tabiiy talaq bu-tu degan. Ayol kishi pul olmayotgan normal talaq bu-tu yoki ayol kishi ilk pul to'lab ajib chiqqan xuli talaq bu-tu degan bu-tu bu. Anda agizmi 3-chi bunga nima to'tib degan gap bo'lmaydi. Fayn talaqaha degan mush hammani elib, shu oldidagi nima, keyingi olganda hammani o'z ichiga oldi. Fayn talaqa, ya'ni qanday talaq qilsin, yo pul olib qo'ysin, yo pul olmay qo'ysin, ikki talaqdan qilsa, ikki talaqdan keyin nima qiladi? Shu ta bilak aytay bo'yicha yo'l chiqmaydi degan gap. Endi bu ixtilofning mevasi, samaratul xilaf, ya'ni chiqqan foyda nima desa, bir odam ayolini ikki talaq qilibdi. Ikki talaq qilibdi, ha? Ikki qatim talaq qilibdi. Ikki qatim talaq qilgandan keyin uchinchi qatim talaq qilajaqda ya xuli talaq qilibdi. Uchinchi qatim talaq qilajaqda xuli talaq qilibdi-da. Ayol kishi ilk talaq qilib, pul beribdi, sizamni berganida pul beribdi, shunday yapti. Uchinchi qatimda. Uchinchi qatim talaq bo'lsa, İmam Shafiining mazhabiga ko'ra bu talaq, uchinchi talaq, xuli talaq olmaydi. Pasix, ya'ni bu nikohni buzayotganligi, ikkisi ayotganligi. Agar kim buluşay deb qolsa, bu ayol kishi bilak aytdek musulmon buluşalaydi deydi İmam Shafiining mazhabiga ko'ra. Hanafi mazhabiga ko'ra bu ayol buluşamaydi. Çünkü bu xuli talaq buni hisob, shu talaqqa hisob, bu 3 talaq tushgan bo'ldi. Bu buluşamaydi degan bunda ma'ni chiqadi. Endi bunun xato shuni qilmoqni 3 talaq yo'l chiqayotgan gap emas bu. 4 mazhabda hammada 3 talaq yo'l chiqmaydi. Bu Qur'oni Karimning hukmi. Qo'yib bir kelima bilan desin, bir og'zaki 3 talaq deb yo'l chiqadisin yoki 3 qatim desin, buning yo'l chiqmaydi. Bunda hech qaysi mazhablar orasida ixtilof yo'q. Undan keyin Alloh taolo 3-chi Musannif rahimahulloh 3-chi nimani so'zlab ketamiz. 3-chi dalilni. Va qawluhu ta'ala, Alloh taolaning an tabtaghu bi amwalikum deganim. Alloh taolo Sura Niso'ning 24-oyatida an tabtaghu bi amwalikum. Yani vel muhsanat parası, yani 5-paraning vel muhsanat oyatiga vel muhsanat degan oyat. Shu oyatning davomida yani vel muhsanat minen nisa degan sizlarga ayollar harom qilindi, bunda ayol harom qilindi va irva ayollarning nikohinglarga ilish harom qilindi. İlla ma malakat aymanukum, faqatlam sizlar asriga olgan bo'lsanglar, irva kofirlarning ayollari bo'lsa, uni asriga olib olgan bo'lsanglar,
Onunki iddetten çıkıp boğandan keyin asanlık bu buludu. Nikah asanlık buludu dep kalam kelip şu ayetning davomida an tabtagu bi amwalikum degan. Uhilla lakum ma vara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum degan. Yani yuqorida tilga ilingan, sizlarga harom qilingan ayollardan boshqa ayollarning hammasi andan sizlarga halol qilindi. Halol qilindi. An tabtagu bi amwalikum degan. Şu ayollarni qanday qilish desa, ya'ni sizlarning mollaringlar bilan nikohinglarga nikohlab elish. Mollaringlar bilan degan nima? Ya'ni to'ylaqlaringlar bilan gap yani. To'ylaqlaringlar bilan nikohlab elish sizlarga halol qilindi degan bu tamda oyat karimniki qisqa mazmuni. Am deydi bu Musanif rahimahulloh va qawluhu ta'ala an tabtagu bi amwalikum. Allah Taalaninki an tabtagu bi amwalikum degan mush oyatidagi ba harf yani bi amwalikum degan ba harfal ba lafzun khas. Lafzun khasun yujibul ilsaq yani ilsaqni vojib qiladigan ilsaqni vojib qiladigan lafzi xas. Yani demakchi bo'lgan 5 ta so'zlab o'tgandek ba harfiniki haqiqiy ma'nosi nima? Ilsaq. Bir narsani bir narsaga chaplash. Bir narsani bir narsa bilan birga tutib turish degan ma'nosi bor. Ondan boshqa ma'nolar sababiyat, zarfiyat, muqobalat degan ma'nolar, boshqa ma'nolar hammasi nima? Haqiqiy ma'no, majoziy ma'no. Yani boshqa yerda bunda bir adam kelsa, bu yerda sababiyatdan ma'nosi otsa ba'ning desa, u ma'noni berib ba lekin majoz ma'nosi. Amaliy ma'noni ishlatkili bo'lmagan, haqiqiy ma'noni ishlatkili bo'lmagan joyda ishlatilgan ma'nolar. Endi bir yerda haqiqiy ma'noni ishlatkili bo'lsa, mana an tabtagu bi amwalikum deganda, yani sizlarning mollaringlar bilan o ayollarning nikohinglarga talab elishinglar halol qilindi deganda, tabiiyki mollaring bilan birga degan gap nima? Mol bilan yani to'ylar bilan degan gap. To'ylar bilan elishing deb biz ma'no etishimiz tabiiyki bu yerda hech qanday bir to'sqan ma'ni to'sanchi bo'lmaganlik uchun, to'salg'i bo'lmaganlik uchun bu yerdagi bu ma'ni cho'qim biz nima etishimiz kerak ekan? Biz cho'qim bu ma'nini aslidagi ma'nosi bo'yicha aytishimiz kerak ekan. U chaqda aslidagi ma'noni qo'llangan vaqtida vojib, vujubni paydo beradi. Ya'ni yufidul vujub. Anladingmi? U chaqda vojib. Ya'ni demak Alloh taolaning mishadiki bi amwalikumdagi ba harfi xos harfi bu ilsaqni vojib qildi. Anda olganda fala yanfakul ibtiga'u va huwa al-aqdu as-sahihu anil mali aslan. Ya'ni ibtig'a. Ya'ni bu yerdagi an tabtag'u degan ibtig'a degan gap, ya'ni talab ayollarni nima qilishingiz, mollaringlar bilan ibtig'a talab qilishinglar degan gap, nima degan gap? Aqdu sahih degani, aqd sahih degan aqd degan gap bizim o'rtada nikoh o'qish. Nikoh o'qish degan gap. Ya'ni to'g'ri bo'lgan nikoh bilan, nikoh bilan nima? To'ylaq. To'g'ri bo'lgan nikoh bilan to'ylaq abadan birisini ajmaydi. Ya'ni nikoh to'ylaqdan abadan ajmaydi degan gap. Yani ikisi bir adamın bir ayolni elishimiz uchun cho'qim buning to'ylaq bo'lishi shart. Anladin? Bir ayolni biz nikohimizga elish uchun, nikoh to'g'ri bo'lishi uchun to'ylaq bo'lishi shart. To'ylaq bo'lmasa, to'ylaq bermasa, buning nikohi nikoh bo'lmaydi. Chunki bu farz deb bilsa, nima? Adomiy qon bo'ladi. Bu farz nikohniki Qur'oni Karimdagi shu to'ylaqning farzligini biz nereden aldık desak, bir amwalikumdagi ba harfi nimada? Xosdi. Demak, mol bilan nima? Nikohniki ayılıp ketishga yo'l qo'ymaydigan harf bu. Nima mol bilan, ya'ni to'ylaq demak, nimaga mol to'ylaq. To'ylaq bilan nikoh ikkisi chaplashib turish kerak. Bo'lsa nima qilish kerak? Chaplashib turish ya bu hukmiy bo'lish kerak, ya amaliy bo'lish kerak. Amaliy bo'lganda nikoh to'ylaqning bir naq maydonda hozir bo'lish kerak. Hukmiy bo'lganda mana naq to'ylaq, san nisi to'ylaq, mening zimmamda deb shu erkakning zimmasiga naq maydonda otilish kerak. Shu aniq musammo qilib tayinlanish kerak endi. Mana shu oyatni chiqdi. Yujibul ilsaq fala yanfakul ibtigha va huwa al-aqdu as-sahihu anil mali aslan. Anda olganda fayajibu bi nafsil aqd. Shunda bir adam nikoh o'qitma, nikoh o'qitgan hamallam bir adam nimani to'ylaqni men buni ayog'imcha to'ylaq bitma yoki deb tilga olsin yoki tilga olmasin, shunda nikoh o'qitgan haman to'ylaq avtomatik holda vojib bo'ladi deganiga. Endi bir adam agar bir adam to'ylaq hech qanday to'ylaqni tilga olmay nikohni o'qitsa, unga qanday to'ylaq vojib bo'ldi desa, mahrimasi vojib bo'ldi. Mahrimasi degan gap shu qiz va shu ayolga nikoh qilgan shu ayolga o'xshash ayollar qancha pulga tekkan bo'lsa, shu bo'yicha hisob qilib gadinga erkishning shu ayolga to'ylaq berishi gadinga vojib
Andı vacip bulaverdi. Bu hilafelli Şafii rahimahullah. Ve İmam Şafii rahimahullah kılıp karşı. İmam Şafii rahimahullah ne deydi? Toylak biliş nikahda toylak biliş vacip emas. Eğer de demek çok ne? Toylak biliş yaxşı. Eğer de bir ayol kişi bilen er kişi toylak vermi. Ayol kişinin birisi yüzüne er kişinin birine ben toylaksız siz gittik edip razılap gelse bu caiz. Eğer er kişi toylak nikah olacaktı ben sizge toylak vermi edip şart kılıp nikah okusun. Bu nikahı caiz. Deydi İmam Şafii rahimahullah lakin İmam Azam rahimahullah ya anda olmaydı. Bu toylak perz hakan şu bu amagan takdirdim perz bir ayol kişi yüzüne mutbir etmesi bir ayol kişinin birisi yüzüne mutka hediye kılıp mesela hediye kıldığında kelen takdirdim yine şu ayol kişiye kaçan vacip bu dese ya şu ayol olan bir öyküyen hemen biraz tıkı başka olan hemen şu toylak vacip budu mehremesli vacip budu ya ki o ayol kişi ülap kalan ya er kişi ikisinin birisi ülap kalan hemen eğer ayol kişi ülap kalsa şu ayol kişinin ki miras koyularına er kişi toylakını verdi eğer er kişi ülap kalsa şu er kişinin mirasını o ayol kişi toylakını attı şu çaktı tutaş vacip budu geldiğinde hem dedim bir öyküyüm bir biraz tıkı başka koymayan ahval aslında eğer biraz tıkı başka oldu mu halas o toylak vacip bulamıyor geldiğinde hem de İmam Şafii rahimahullah bunu eksi yapıdır. Ama bunun yeni bir misal hem de bu bir iki üç hem dördüncü ve haslı dördüncü misalı beyan kıldı. Dördüncü haslı dördüncü misali. Euzu billahi Allah Teala'nın kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kad alimna ma faradna aleyhim. Hem de bu ayet olsa yani biz ulağa miktarını belgilegen toylakni anlı kaçan bilemiz. Abdan bilemiz diyen gibi ayetimiz. Bu sure Ahzab'da çıkdı bu. Sure Ahzab'daki 50. ayetinde. Hem de Peygamber Aleyhisselam biz sizge ya eyyuhen nebiyyü inna ahlanna leke diyen biz sizge toylaklarını bergen ayarlarınızı halal kıldık. Sizdeki kolasızlığınızı dedeklerinizi halal kıldık. Eğer bir ayal sizge yüzüne mutku bağışlar berse eğer Peygamber onu kubul kılsa onu kaçkanda günah yok. Değer kınam kilip onun da gene şu gebni adata şu ayetin üzerinde nime götkep müminlik götkep kad alimna ma faradna aleyhim diyen hem de bu şu ayet deydi bu şu ayet hassa fardal mahri yani bu şu ayet toylakniki şer'i miktarını şeriat belgelep bergen miktarını has kıtbedi anladın miktar hakkında bu ayet has kıtbedi diyen miktar hakkında has yani خص فرد المهدي أي تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدرا yani toylak şeriatta belgilengen mahsus belgilengen bir miqdar ba toylakның şeriatı belgilengen mahsus bir miqdar ba bu miqdar olsa en tüven toylakның en tüvençeki muqaddar degan takdir kılınıcı buludu. Bu neden taptınız? Bu şeriat diyen, bu toylak diyenle kanda olsun bu, az olsun bu, cak olsun bu, onun gibi bir şeriatı belgelep miktarı yok. Digüçüge karşı gelmemde bu. Neden taptınız deliliniz demediyse kad alimna ma faradna aleyhim diyendeki ma faradna aleyhim diyenin manası yani biz ulağa yani şu Peygamber ümmetlerine demek kan belgelep toylakın miktarını obdan bilimiz diyen yani demek ha toylak diyenin şeriatı belgelengen bir miktarı varken diğerini bildik bu ayettin. Hem de onun geldi hem daha da toylakın şeriatı belgelengen miktar kaç dakika abise, kaç ayeti bekendiyse biz onu deyimiz ki biz toylakındaki şeriatı belgelengen bir miktar bağlılığını bilip bulduk. Bu ayet olan. Hem de hadis-i şerifte bu tefsiri beyan kılınmagan. Toylakındaki macful toylak buluş gerektiğin gibi hadis-i şerifte beyan kılınmaganlık için biz 4. rukun bugan kıyasga tayinip durup toylakniki en tüvençeki 10 dirhem degan hükümni chiqardik. Endi buni nima qiyas qildingiz desa, biz buni masalan bir o'g'irdan bilsa 10 dirhemgacha en to'la 10 dirhem uchliq 10 dirhem qimmat onasidan birini o'g'lisa, o'g'rining quli kesiladi. Quli kesiladi degan bir hukm bor. Bu ham bilan bil ijmo. Anda da ash hukmga qarab turib bu toylak degan nimaga bo'ladi aslida toylak degan ayol kishidan manfaatlanganlik uchun ayol kishining foydalanganligimiz uchun ayol kishiniki avratimiz foydalanganligimiz uchun biz ayol kishiga bitgan bir nima
Bir bedel bu toylak degan. Aynı toylak bo'lganligi uchun endi bir insonning qo'lini kesish, ya'ni o'g'irlik qilib qo'lini kesish uchun eng tuvan chek qancha 10 dirham kuchlik bir narsani o'g'irlasa, 10 dirham degan gap 1 dirham degan hozir tilimiz. 1 dirham degan 3,5 gram ketdi. 3,5 gram kumush. Kumushning 1 grami 5 yaldan bo'lsa, ya'ni 35 gram kumush 175 yal degan. 175 yal kuchlik bir narsa o'g'irlasa, bir o'g'ir qo'lni kesib qilgan ekan. Demak shu 175 yal degan toylaqning eng tuvan cheki bo'ldi. Chunki bir insonning qo'lini bir a'zosini kesish 10 dirhamga nima qilingan bo'lsa, 10 dirham kuchlik udulangan bo'lsa, barabarlashtirilgan bo'lsa, bir toylaq degan ayol kishining bir a'zosiga, ya'ni avratiga badal qilib to'langan pul olgandan keyin eng tuvan cheki 10 dirham bo'ldi toylaqning degan mushu qiyos bilan mushu hukmni chiqardik deydi. İmam Hanefi mezhebideki ulemalar, lekin bununla İmam Şafii rahimehullah qarama qarshi keladi. İmam Şafii deydi ki, qandaq pul qilamayotgan narsa to'ylaq bo'lardi. Hatto bir tümürüzü götürmeydi. Pul qilamayotgan narsa bo'lsa to'ylaq bo'lardi deydi İmam Şafii rahimehullah. Endi bular so'z desa, agar nima debdingiz siz bu siz to'ylaq degan para to'ylaq olmasa bo'lmaydi. Bu eng tuvini shu 10 dirham bo'lmasa bo'lmaydi degan gapingiz ne? To'ylaq degan farz degan gapingiz ne? Shariatda belgilanmasa degan gapingiz ne debdingiz? Shu oyat, ya'ni qad alimna ma faradna alayhim degan oyat. Ya'ni biz ularga belgilagan, shariatda belgilagan miqdorini belgilab bergan to'ylaqlarning miqdorini obdan bilamiz. Ular qanchalik to'ylaq bo'lsa bo'ladi degan miqdorni biz obdan bilamiz degan oyat Allah Teala belgilab beribdikan. Dedik biz buni qiyos orqali buni o'ylab topib chiqdik. Uning mujmalligini qiyos orqali nima qildik? Mujmalligini mufassirga aylantirib, ta'vilga aylantirdik. Uni ta'vilatini topib chiqdik. Deydi. Va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin ve sallallahu teala ve sellem ala xayr xalqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in at-tayyibin at-tahirin.